Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz pastki jag' sinishi bilan bizga bemor murojaat qilib kelganlar. Bemorimiz 21 yoshdalar. Bemorda pastki jag'ni chap tomon burchak va o'ng tomon tana sohalaridan sinib siljiganlik tashxisi qo'yilgan va ularga traditsion usulda davolash, ya'ni shinalar qo'yish amaliyoti taklif berilgan. Ikkinchi usulda og'iz uchi usulida ostesintez qilib titan plastina yordamida fragmentlarni fiksatsiyasi amalga oshirish taklif berilgan. Mana operatsiyadan keyingi 8-kun xudo xolasa mana bemorimizda shishlar to'liq qaytgan, og'iz ochilishi erkin, og'riqlari deyarli kuzatilmaydi. Shinalarsiz mana bemorlar ovqatlanishdalar va bemorimizdan o'zlarida bo'lgan muolajalar va undan keyingi holat haqida odzivlarni eshitib qolamiz. Jag' sinishi bilan bo'lgan bemorlarda agar tibbiy yordam kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz o'g'limiz bilan ikkita jag' yuz jarohati bilan, ikkita joydan sinish jarohati bilan shu klinikaga murojaat qildik. Bizni aziz Xoliqov degan vrach bizni ko'rib, o'zlarini plastina qo'yish operatsiyasini o'tkazdilar. Mana hozirda ahvoli juda ham yaxshi o'g'limni. Alhamdulillah 8 kun bo'ldi. Mana hech qanaqa shish, anaqalar yo'q. O'zini og'zini ochib bemalol harakat qilib, ovqat ham yeyapti. Ahvoli juda ham yaxshi. Ichki bu mana hattoki ko'rinmayapti jarohat anaqalari. Operatsiya o'rinlari. Bu ichki anaqadan qilingan, juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz.